Bu voqeani yozish uchun xayolimda jonlantiryapman-u, bo'lgan voqealarni eslab, etim jimirlab ketyapti. Men viloyat hokimligida ma'muriy bo'limning yetakchi mutaxassisi lavozimida ishlayman. Biz asosan huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan ishlaymiz. Ba'zida tergov jarayonlarida hokimiyat vakili qatnashishi shart. Bu qonunda belgilab qo'yilgan. Yoz kunlarining biri. Idorada qilingan ishlarni jamlab, protokol yozayotgan edim. Telefon asabiy jiringladi. Go'shakni ko'tarsam, Ichki ishlar boshqarmasidan bir ishda vakil sifatida ishtirok etishimni iltimos qilishdi. Rozi bo'ldim. Ichki ishlar bo'limi xodimi bilan ishni boshladik. Ishni qisqacha mazmuni: 45 yoshdagi bir ayol o'ldirilganligi, uni kim, nima maqsadda o'ldirganligi va unga aloqador shaxslarni aniqlab qonuniy chora ko'rishdan iborat edi. Ish judayam chigallashib ketdi. Ustiga ustak ayol jasadi ko'milganiga 2 hafta bo'lgan edi. O'lim sabablarini surishtirsam, ayolni jilfir ip bilan bo'g'ib o'ldirilganligi va o'sha ip ashyoviy dalil sifatida mahkamada turganligini bildim. Na iloj, ipdan boshqa guvohlar yo'q. Ipni guvoh deyishimizga sabab ayol o'lganida ip bo'ynida edi. Qidiruvlar natijasida 8 kunda qotil ham topildi. U o'z ixtiyori bilan aybini tan olish uchun mahkamaga kelgan edi. Surishtiruv boshlandi. Nimaga o'ldirding? Qayerda o'ldirding? Kim sababchi bo'ldi? Sheriklaring bormi? Kim ular? Ismi nima? Xullas, surishtiruv natijalari ayolni ip bilan emas, kuchli zahar bilan o'ldirilganligini ko'rsatdi. Ish yana chigallashdi. Oxir oqibat shu darajaga yetdiki, murdani qabrdan kovlab olib, tekshirilmasa, ishni yakunlashni iloji qolmadi. Na iloj, qabristonga bordik. Biz bilan Ichki ishlar bo'limi xodimi, mahalla oqsoqoli, murdaning yaqin qarindoshi, qabriston qorovuli va go'rkov bordik. Qabr tepasiga kelganimizda negadir boshim og'riy boshladi. E'tibor bermay Qur'on tilovat qildik-da, qabrni kovlashni boshladik. Go'rkov kavlayotib qo'rqapsa gap qotdi. Ish qilib hammasi yaxshi tugasin-da deb. Uni gapini kimdir eshitdi, kimdir eshitmadi. Kavlab qabr tuynugiga yetdik. Tuynukka urilgan g'ishtlarni asta-sekin olishni boshladi. Go'rkov yo qudratingdan deb yubordi. G'ishtlar shu darajada issiq ediki, qo'l bilan ushlashni iloji yo'q edi. Ketmon bilan sekin-sekin g'ishtlarni tushirdik va yana bir dahshatga duch keldik. Qabr tuynugidan judayam issiq havo va bu dunyoga daxli bo'lmagan shunaqangi sassiq hid ufurdiki, qabr tepasida turishni iloji qolmadi. Bir amallab burnimizni berkitib, mayitni chiqarishga chog'landik. Mayitni avval kafandan tortdik. Xuddi yerga mixlangandek qimirlamas edi. Tuynukni kattalashtirib yana torta boshladik. Mayit chiqdi. Mayitni ahvolini ko'rib o'z-o'zidan tilim kalima keltirvordi. Mayitni bus-butun ko'mgan edik deb tasdiqladi Go'rkov. Mayitni kallasi shu darajada majaqlangan ediki, uni inson kallasi deyish qiyin edi. Ikkala qo'llarini ataylab birov o'tkir tig' bilan maydalagan kabi maydalangan. Oyoqlari esa bir-biriga xuddi ipni chuvalashtirgan kabi chuvalashgan edi. Qorin qismida qandaydir yo'g'on narsa bilan, yo'g'onligi inson bilagi bilan teng 3 ta teshik bor edi. Qabr ichini bir amallab yoritgich bilan yoritib tekshirdik. Qabr devorlarini kimdir judayam qattiq tirnaganki, uni ko'riboq fahmladim. Astag'firulloh. Ey yaratgan egam, qabr azobidan o'zing asra. Nima qilishni bilmay qoldik. Mayitni olib ketish kerak edi. Lekin bu mayitni olib ketishdan naf yo'qligini hammamiz bilib turardik. Mayitni yaqin qarindoshini qalbidagi alam, iztirobni sezib turardim. Mayitni amallab joyiga qo'ydik. Qabrni yopdik.
Qabrni yopayotganimizda bir narsaga e'tibor berdim. Qabr tuynugiga qo'yiladigan g'ishtlar oradan 3 soat 2 daqiqa o'tsa ham sovimagan. Avval qanday issiq bo'lsa shunday issiq edi. Hammamiz qabrdagi mayitni ne ko'ylarga tushganini bilib turardik. Shu kuni ishni bir amallab yopdik. Uyga keldim. Kechki ovqatni ham yemadim. Charchaganimni aytib, xonamga kirdim. Dori ichib uxlashga yotdim. Ertalab tursam, kechagidan ham battar boshim og'riyotganini his qildim. Hatto shunaqangi xunuk tush ko'ribmanki, tushimda bir ayol meni qo'limdan juda ham qattiq ushlab dodlayapti. Dodlash asnosida menga baqiryapti. Nimaga meni yana joyimga qo'yding? Nimaga meni yana azoblarga tashlading? Shunday qoldirsang bo'lmasmidi deb yolvorib yig'lardi. Tushimni ta'birini o'zimcha fahmlaganday bo'lib, ishxonaga chopdim. Qotil bilan marhum yaqinini chaqirtirdim. Ma'lum bo'lishicha, qotil o'ldirishiga sabab u ayol tirikligida qo'shmachilik bilan shug'ullangan. Oilada yetishmovchilikdan qiynalgan ayollarga qarzga pul bergan va qarzini foizi bilan qaytarishga majbur qilgan. Qarzini qaytara olmagan ayollarni puldor akalarga qo'shib pul ishlagan ekan. Marhum haqida yana bir fakt. U ayol tiriklik chog'ida qo'lida ishlagan qizlar, ya'ni fohishalar, homilador bo'lib qolsa, tug'dirib sotganligi aniqlandi. Inson, bu dunyoni Alloh bizga sinov uchun yaratganini bilib turib, qabih ishlarga qo'l uramiz. Bu voqeani marhumni xotirasini toptash uchun emas, balki hayotda nomaqbul ish qilayotgan ayrim kimsalarga saboq bo'lar degan umidda yozdim. Xulosa o'zingizdan. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.